Marhamat. Fuqaro sifatida burchimiz nafaqat o'z huquq burchlarimizni bilishimiz. Yana bir tomoni, ikkinchi jihati borki, shu jamiyatda yashayapmizmi, shu jamiyatda bo'layotgan voqea hodisalarga o'zimizni shaxs sifatida munosabatimizga faolroq bo'lishiga zamin yaratishimiz lozim. Mana yaqinda yurtimizda e'lon qilindi maromiylik oyligi, ya'ni to'ylarni ixchamlashtirish. Necha yillardan beri biz og'riq nuqtamiz bo'lib kelayotgan mavzu. Bunga yana bir karra davlatimiz rahbaridan boshlab o'sha jamoatchilik a'zolarini e'tiborini qaratish uchun chiqarildi bu qonun va mas'ullar oylikda hamma faol bo'lishi kerak. Mana shu oylikda faol bo'lishi bilan bir qatorda o'zimizni burchimizni anglagan holda hissamizni qo'shishimiz lozim. Kimdir kelin oladi, kimdir o'g'il uylantiradi, kimdir yana nimadir tadbir. Aynan mana shunday holatlarda faol bo'lish, o'z burchidan kelib chiqib o'z manfaatini shu jamiyat rivojiga hissa qo'sha olish, bu o'sha burchini anglay olish deb bilaman. Albatta. Marhamat Alimardon aka.